Hurmatli tinglovchilar, ayrim sabablar bilan uzilish bo'lib qoldi. Kelinglar, kelgan joyimizdan davom qildiramiz. Demak, fayl yaratishni ko'rib turgandik. To'xtalib o'tsak. Demak, fayl yaratishimizni davom qildiramiz. Demak, men ekrandagi fayllarimni o'chirsam, chalkashib ketmasligi uchun. Demak, qarang, bo'lmasa boya kelgan joyimizdan davom qildirsak. Demak, birinchi qilayotgan nimamizda mana boya xatolikda bo'lgan narsamiz mana bu yerda bo'lgan. Demak, qilaman hozir рабочий stolimizda hech qanaqangi faylimiz mavjud emas. Demak, boshlaymiz. Demak, new item, name bir faylimizni nomini berdik. New item tipini berishimizdan oldin mana shu bitta bo'sh joyimizdan xatolik keltirib chiqaradi. New item file deb turib belgilaganimizdan keyin demak enterni bosamiz. Mana ish stolimizda bir deganni yaratdik. Endi ikkinchi joyini ko'rsatgan holatda yaratishimiz bor edi. Mana new item pass deb turib, demak bu yerda ham xuddi shu narsa takrorlangan. Demak, hozir men to'g'rilab qo'ydim. Demak, uchta txt faylimizni men 2 deb beraman. Demak, mana yo'lini ko'rsatdik. Desktopda, ya'ni ish stolimizda 2 txt faylini yaratishimiz kerak bo'ladi. Demak, unda shu nimani bajaramiz. Demak, mana ikkinchi usulimiz yordamida ham, ya'ni bu amalni bajardik. Endi ko'radigan bo'lsak, birinchi holatda biz ya'ni joriy papkani o'zidan yaratishni ko'rib chiqdik. Ikkinchi holatimizda siz desktopda emas, masalan, xuddi shu narsani SD buyrug'i bilan biz 777 degan papkaga kirsam mana, endi shu yerda shu amalni qayta bajarsam, demak, mana joyini ko'rsatmasdan, demak, new item deb turib fayl bir tixtani belgilaydigan bo'lsak, mana qarang, endi 77 degan papkamiz ichiga kirsak, mana 1 degan faylimiz tayyor. Bu joriy papka, joriy katalogdir. Joriy, ya'ni siz ko'rsatgan joriy katalogimizda biz fayl yaratishni ko'rdik. Ikkinchi usulimizda bilamiz, biz belgilangan yo'l bo'yicha fayl yaratdik. Keling endi matnli fayl yaratish qanday bo'ladi? Matnli fayl yaratishni ko'rib chiqamiz. Demak, buni ham kelinglar, biz ish stolimizda amalga oshirib qolaylik. Demak, ekranni color yordamida tozalasak, mana demak sal kuchaytirib qo'yaman. Endi nimaga deganda bir paytni o'zida ish stolni ham kuzatib borishimiz uchun. Demak, mana endi biz ko'rdik. Endi bu yerda ham oldingi terminalimizdagi echo nimasini, buyrug'ini ishlatib ko'ramiz. Demak, qaraymiz. Demak, bu yerda so'zni yozamiz. Assalomu alaykum. Demak, assalomu alaykum so'zini yozib turib, demak, katta belgisini qo'ygan paytimizda keyin endi faylimizni yozamiz. Faylimizni biz kelinglar 3 fayliga yozsak. Demak, mana ko'rdingizmi? Demak, ichini ko'ramiz. Assalomu alaykum so'zi mana keltirilgan. Endi xohlasangiz eslab qolish ham oson bo'lganligi sababli bu buyruqdan ham foydalanishingiz mumkin. Demak, qaysi terminalda bo'lganingiz bilan farqi yo'q, chalkashib ketmaysiz. Ikkalasida ham bu buyruqimiz ishlar ekan. Endi keling boshqa buyruqlarni ham ko'radigan bo'lsak, dastlab demak, bizlar so'zimizni yozib olamiz. Demak, nima deb yozamiz? Bugun havo, demak, issiq so'zini, demak, mana yozdik. So'zimizni yozdik. Demak, keyin bilamiz. Belgi qo'yamiz. Endi buyrug'imizni yozamiz. Out file. Out file. File. Demak, keyin file.
pass, file pass, endi qaysi faylga yozmoqchisiz? Demak, biz 3 deganni yozdik. Endi keling, 4 qilamiz. Demak, qarang. Bugun havo issiq. Demak, bu out file buyrug'ini ishlatishimizda oldin so'zni yozib qo'yiladi. Demak, sircha bilan ajratib, out file ya'ni ochiq faylga demak file path demak 4 deb mana berdik. Endi bundan ham boshqa buyrug'imiz bor. Bu buyrug'imiz set content deb nomlanadi. Demak, set content deb yozamiz. Mana set content demak pass. Mana shu nimalarda ham ehtiyot bo'lasizlar. Demak, birorta probel qolib ketishi ham bizada xatoliklarga olib keladi. Boya ko'rdinglar oldingi nimamizda. Demak, kelinglar endi 5-chi yoki bo'lmasa o'sha 4-chini ichiga yozamiz. Endi tayyor faylni ichiga yozishimizni ko'ramiz. Demak, 4 KXT deb turib, mana 4-chini ichiga yozib qo'yadigan bo'lsak, demak, value mana endi so'zni kiritamiz. Buyrug'dan foydalanamiz. Bu yerda yoki bo'lmasa kelinglar 5 deganni ichiga yozamiz. 5 deganni olib qolaylik. Bugun havo sovuq. Mana. Agarda shu buyruqni mana bu joyda 4 degan nimaga bersak, nima bo'larkan? Ko'ramiz. Demak, mana endi 4ni ichiga qo'yamiz. Ko'rdingizmi? Buni ustiga yozib qo'ydi. Mana buni ustiga yozdi. Ya'ni bunda bilamiz nimalarni farq katta. Shuning uchun mana bu alohida fayl desangiz, mana bunday tarzda foydalanasiz. Demak, agar mana hozir mana bizada 4 degan xuddi faylimiz mavjud edi, lekin biz o'shani ustiga yozmasligi uchun nima qilishimiz kerak? Ustiga yozmasligi uchun. Ustiga yozmasligimiz uchun buni o'zini alohida belgiladi. Demak, bu yerda bizga kerak bo'ladi dollar buyrug'idan foydalanamiz belgisidan. Demak, pass e'tibor berasizlar. Demak, pass. Endi joyini ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Joyini ko'rsatishimiz uchun keyin ham buni kopyovat qilib olaman. Demak, Ctrl Insert yordamida va o'sha joyga qo'yamiz uni. Joyini boshqarma ichida yozishimiz kerak. Staritdan chiqmasin. Demak, sani ichida demak, endi desktopni o'zida turganligi uchun mana desktopni o'zida turibdi. Demak, qaysi faylga keling, o'sha biz boya ko'rgan 4 degan faylimizga ichiga yozdik. Demak, endi qo'shtirnog'imizni yopamiz. Yopganimizdan keyin bu yerda shart bilan boshlaymiz. If demak not endi bu yerda bizga yarasha bo'lgan so'zlarimiz ishtirok etadi. Demak, test, ba'zi degan buyruqlardan so'zlarimizdan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Agarda so'z mavjud bo'lsa, u holda faylimizni degan nimalardan foydalanamiz. Demak, test pass demak, mana bo'ladigan bo'lsa, demak, keyin endi bu yerda fayl yaratish kerak. Demak, new yangi qatordan yo'q bo'lsa, new demak, item demak, pass
New item was. Demek yana belgini yozish buyrug'i. Demak, was buyrug'ini beramiz. Was buyrug'ini berganimizdan keyin item tipini e'lon qilamiz. Demak, bizada tipimiz profile. To'g'rimi? Yangi kostyumaga yozyapti mana. Endi agarda bo'lsa-chi nima qilish kerak? O'sha qatorda so'z bo'lsa nima qilishi kerak? Demak, aks holda demak, aks holda write buyrug'ini beramiz. Bo'lmaydi. Write yozmoq. Write post. Demak, endi file allaqachon mavjud degan allaqachon mavjud deb chiqarsin. Mana yopamiz pochtalonni, biroz olsa yopamiz. Endi bu yerdagi xatoligimiz nimada? Demak, bu yerdagi xatoliklarimiz mana shu jumlalarimizni yaqinroq berishimiz, u yana buyruq sifatida qarashi mumkinliklarini e'tiborga olishimiz kerak bo'ladi. Demak, endi hozir bizada faylimizni yo'qligiga e'tibor qaratamiz. Agarda buyruqlarimiz yo'q bo'ladigan, faylimiz yo'q bo'ladigan, faylimiz bor bo'ladigan bo'lsa, chiqarishlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi birdaniga bir nechta fayl yaratishingiz ham mumkin. Demak, birdaniga fayl yaratish uchun bo'ladigan bo'lsa, demak, bunda biz nima qilishimiz kerak bo'ladi? Demak, nomlarini kerak bo'ladi bu yerda. Demak, 5tami, 3tami fayllarni uchun o'ziga mos bo'lgan buyruqlarni ketma-ket kiritishimiz kerak bo'ladi. Demak, ko'rib turibsizlarki, oddiygina fayl yaratish buyruqlari bilan, demak, bu oldingi kechagi o'tganimiz buyruqlar terminalidan keskin farq qiladi. Endi ko'pchilikka o'xshashi bilan ko'pchiligida farq qiladi. Demak, yana solishtirishni boshlaydigan bo'lsak, dir buyrug'i bilan tarkibni ko'rgan bo'lsak, bunda ham xuddi shu dir buyrug'ini berishingiz mumkin. Bundan keyin ls buyrug'ini bersangiz ham bularda ishlaydi. Demak, ls buyrug'i ham demak, bunda mana hozir standda berganimda bu не является внутренними внешней командой deb berib turibdi. Demak, bunda mana ishlab turibdi. Endi yana qanday xodimlarimiz bor? Demak, biz help buyrug'ini aytganimizgacha, help deganimiz bu buyruqlar satrini ko'rsatib beradi. Demak, bunda biz help degan so'zni yozishimiz uchun oldiga get so'zini buyrug'ini yozishimiz kerak. Keyin help degan get chiziqcha help bo'ladi. Help, get help. Mana. Demak, get help buyrug'ining nima to'g'risida ma'lumot, yordam berib turibdi. Endi qarang, bunda yozadigan bo'lsak, help masalan, caller buyrug'i nima vazifa bajaradi? Caller buyrug'i. Demak, mana qanaqa yozish kerak? Mana qaraydigan bo'lsak, demak, help deganingizda mana caller degandan keyin atributining mana atributlari. Endi bunda qanaqa bo'ladi? Bunda yozishingiz uchun, demak, bunda berishingiz uchun bo'ladigan bo'lsa, demak, get help masalan save deganni beradigan bo'lsak, mana saqlash bo'yicha уже buyruq sifatida qabul qilib, demak, get help, save nomi saqlash, save help mana
Kamoji bilamiz endi bunda buyruqlar deb yuritilsa, bunda komandilet deb nomlanadi kategoriyasida, funksiyasida sarf modul, sarf skriptlar yaratish mumkinligi mana. Qaynan buyruqlar sarf Windows image demak yana funksiyalarda mana qanaqa bo'ladi. Demak, ko'rib turibsizki, bu nimalari murakkabligi bilan farq qiladi. Demak, endi bizada ko'proq buyurtma terminallarda yana ishlatishimiz kerak bo'ladigan jarayonlarni ko'rish bor. Jarayonlarni ko'rishimiz uchun the get protsess. Demak, mana get protsess. Mana qarang. Mana jarayon. Mana buyruqlari hamma nimasi bilan mana ID'si bilan mana har bir jarayon to'g'risida ma'lumot keltirilgan. Xuddi shunday tartibda biza buyruqlarni birma-bir ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Demak, yangi darslarimizda yana ko'proq ma'lumotlar bilan davom ettiramiz.